Yoshligingizga qaraganda, yoshingiz kattalashgani sari vaqt sizga tezroq o'tayotgandek tuyulyaptimi? Bu faqatgina siz bilan ro'y bermayapti, bu hamma bilan ro'y beradi. Nimaga bunaqa bo'ladi? Hozir shu savolga javob beraman. 10k uchun obuna bo'lib qo'yamiz. Qisqa qilib tushuntiraman. Bolaligimizda hayotimiz yangiliklarga to'la bo'lgan, doimiy ravishda atmosferamiz o'zgarib turgan va biz o'zimiz uchun har kuni yangi bir nimalar kashf etganmiz. Katta bo'lganimizdan keyin esa afsuski kunimizni boshqa kunlarimizdan farqi qilmay qolgan. Hayotimizda yangiliklar kam bo'lsa va har doim bir xil hayot tarzida yashab borsak, bizda vaqt xuddiki tez o'tayotgandek tuyuladi. Men bu narsani qachon his qildim bilasizlar? Men dekabr oyida, ya'ni 12 kun ichida men 3 ta davlat va 9 ta shaharda bo'ldim. Har kuni yangi joylarga bordim. Ertalab voqli turib ekskursiya, kechqurun soat 10-11 gacha aylanish va uxlash xuddi shundan davom etdi. Har bir kunim xuddiki bir haftadek o'tdi. Sekinroq gapiraman. Shunday ekan, agar sizga ham vaqt tezlashayotgandek tuyulayotgan bo'lsa, yaxshisi kun tartibingizga yana bir qarab ko'ring va yangi hobbilar, yangiliklar kashf etishga harakat qiling hayotingizda. Obuna bo'lamiz.